Leonardo da Vincining bir ajoyib gapi bor. Samarali o'tgan kun xotirjam yo'qolib kelgandek, samarali o'tgan umr insonga xotirjam o'lim olib keladi deb. Insonning hayotini yoki o'zi kunini samarali o'tishi bu uni qo'ygan maqsadlariga chambarchas bog'liq deb o'ylayman. Maqsadlar qanchalik aniq va to'g'ri qo'yilgan bo'lsa, shunchalik hayotingiz samarali o'tishda davom etaveradi. Bu videoni bir qiziq savol bilan boshlamoqchiman. Mana shu izohlarda yozib qoldirsangiz, sizga jarayon muhimmi yoki natija? Qaysi biri bo'lishidan qat'iy nazar o'sha fikringizni asoslab yozib ketsangiz, hammasini o'qib chiqish biz uchun juda ham qiziq bo'lardi. Keyin bu videoni e'tibor bergan bo'lsangiz, endi qachon ko'ryapsiz bilmayman. Agar yangi chiqqan paytida, endi tandirdan uzilgan paytda ko'rayotgan bo'lsangiz, demak fevralda ko'ryapsiz. Atilab fevral oyida olishga qaror qildik. Dekabrda emas. Chunki dekabrda bilsangiz, dekabr shunaqa oyki, sekin ishlar kamaygan bo'ladi. Yangi yil kayfiyati bo'ladi odamda va odam yaxshi kayfiyatda o'ziga juda ko'p va'dalar berib yuboradi. Bunaqa odamlarni men traktor balonini og'zi bilan yashirmoqchi bo'lgan odamlarga o'xshataman. Chunki kayfiyat yaxshi bo'lgan paytda ko'p va'dalar berib yuborasiz o'zingizga. Shunaqa holat bo'lib qoladi. Shuning uchun ko'p aytaman, o'ta xursand paytda ham inson, o'ta xafa paytda ham qarorlar qabul qilmaslik kerak. Lekin negadir juda aksariyat maqsad qo'yish bo'yicha chiqadigan videolar aynan dekabr oyida chiqadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, to'g'rimi? Undan keyin hamma pasayib qoladi. Biz fevral oyida chiqarmoqchimiz, chunki bilaman 98% ila menimcha videoni ko'rayotganinglar o'sha dekabr o'sha oyi oxirida, ya'ni yil oxirida qo'ygan maqsadingizga aksariyatiga erisha olmasliginglarni tushunib yetdinglar. Ba'zilar noto'g'ri maqsad qo'yib qo'yganinglarni tushunib yetdinglar va hokazo va hokazo. Turli xil omillar sababchi. Bugungi videoda nimani o'rganasiz? Men o'zim ishlab chiqqan bir formula bor. Mana shu maqsad qo'yishni ancha soddalashtirilgan versiyasi. Men juda ko'p maqsad qo'yish bo'yicha videolarni ko'rdim. Aksariyati bir xil yoki qaysidir kitobdan olingan va hokazo. Bu kanalni bilsanglar, bu kanalni oxirgi paytda qo'yayotgan videolarim bu faqat meni xulosalarim xolos. Bugungi formulam ham xuddi mana shu xulosa. Oldingizda daftar ruchka bo'ladigan bo'lsa, juda ham yaxshi, yoki yo'lda bo'ladigan bo'lsangiz ham eshitib, anaqa tafakkur qilib ketsangiz ham bo'laveradi. Qanaqa holatda bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu formula maqsadlaringizni ancha soddalashtirib qo'yadi. Formulani tushuntirishdan avval kelinglar, o'zi inson nimaga maqsadlarga erisha olmaydi? Shu haqida gaplashsak, albatta yuzlab omillar bor inson maqsadiga erisha olmasligida, lekin men bilgan asosiy bir 3 ta omil bor. Birinchisi, bu maqsad o'ta katta. Ya'ni reallikdan uzoq. Boshqacha qilib aytganda, kalibringizdan katta maqsad qo'yiladi. Va ikkinchisi, bu maqsad o'ta ko'p. O'zingiz ham e'tibor bergan bo'lsangiz, o'sha dekabr oxirida kayfiyatingiz zo'rligida uni qilaman, buni qilaman, uni qilaman, buni qilaman deb bir 100 ga yaqin maqsad yozib qo'yasiz. Maqsad juda ko'p. 100 ga yaqin maqsad yozadigan odam boshqacha qilib aytganda har 3 kunda bitta maqsadga erishishiga to'g'ri kelib qoladi. Bu reallikdan uzoq ancha. Va uchinchisi, bu maqsad nima uchun qo'yilgani noma'lum. Bu eng asosiylardan biri deb o'ylayman. Chunki nima uchun bu maqsadni qo'ydingiz? Va aksariyat maqsadlarga e'tibor beradigan bo'lsa, kim uchundandir o'ch olish yoki kimgadir nimanidir isbotlab qo'yish yoki shunaqa absurd bir maqsadlar qo'yilgan bo'ladi. Va o'z-o'zidan bunaqa alamzadalik yoki o'ta xushchaqchaqlik paytda qo'yilgan maqsadlarga erisha olmaslik ehtimoli katta. Va aynan bugungi formula mana shu hamma narsadan voz kechib bo'ladi-ku, aynan o'zimizga e'tibor qaratishimiz va o'zimizning maqsadlarimizga e'tibor qaratishimiz bo'yicha bo'ladi. Men mana shu formulani tushuntirib beraman. Men bilasizlar, juda ko'p gapirganman. Har xil podkastlarda, chiqishlarda, mana shunaqa solo podkastlarda men hali beri oliy maqsadim topgan inson emasman. Men qidiruvdagi odamman. Topa olmadim deb turib tashab qo'ygan odam emasman. Qidiraman. Ya'ni doimiy darajada shu bilan bandman. Va mana shu qidiruv jarayonida mana shu formulani yasash ham mana shu oliy maqsadga juda yaqinda. Qidiruv jarayonida men oliy maqsad emas, mana shuni vazifa deb olsaychi degan bir xulosa keluvdi. Buni
Azbek Rahimov bilan qilgan podkastimda savol beruvdim-ku, nimaga vazifa emas dedim. Azbek ham o'sha payt rostdan ham nimaga vazifa emas deb qolgan edi. Men bu narsani vazifa desam to'g'riroq bo'lsa kerak deyman. Men hayotdagi vazifam nima? Ya'ni oliy vazifa deyish yaxshi ko'raman, maqsad degandan ko'ra. O'shanda balki menga vazifa berilgan bo'lsa, shuni bajarib yursam, balkim hayotim ma'noli o'tarmidi. Chim bu erishiladigan narsa emas, bu bajariladigan narsa degan mindset qilsam to'g'riroq bo'larmidi degan narsada o'ylayman-da. Menda ham hali topilmagan narsa. Yaxshi o'ylaysiz, to'g'ri. Zo'r o'ylarkansiz. Vazifa deb olish yaxshiroq asli. O'ylab qaraydigan bo'lsak, biz asosan dunyoga kelish o'zi umumiy hayotdagi ma'noni qaraydigan bo'lsangiz, bizga bir nechta vazifalar qo'yilgan. Mana shu vazifalarni bo'lib beraman va har yili qo'yasizmi, har 3 yillikka qo'yasizmi, 5 yillikka, 10 yillikka qo'yasizmi farqi yo'q. Mana shu 3 ta tomonlama qo'yadigan bo'lsangiz, 360 gradus maqsad qo'yib olgan bo'lasiz. Ya'ni bir tomonlama bo'lib faqat bir tomonlama o'sib ketib qolmaysizda, naborot o'sha 360 gradus o'sishingizga ancha yordam beradi. Birinchi insonning hayotida qilish kerak bo'lgan narsa bu insonni o'zini oldidagi vazifasi, ya'ni o'zini oldidagi majburiyati. Ikkinchi yo'nalishdagi maqsad bu oila oldidagi majburiyat, oila oldidagi vazifa. Va uchinchisi bu atrof muhit oldidagi majburiyat. Ya'ni maqsad qo'yayotgan paytingizda mana shu 3 ta yo'nalish bo'yicha maqsad qo'yasiz. Qo'lingizda hozir qalam, yoningizda qog'oz bo'ladigan bo'lsa, 3 ga bo'lib oling maqsadlarni yoki qog'ozni 3 ga bo'lib oling. Birinchisiga o'zingiz, ikkinchisiga oilangiz va uchinchisiga atrof muhit deb yozib oling. Hozir har bittasiga sekin-sekin kirib boramiz. O'zingizni insonning o'zini oldidagi majburiyatlari ham 3 ga bo'linadi meni nazarimda. Birinchisi bu jismoniy. Nimaga jismoniy? Sababi men agar sizga Alloh taolo mana bunaqa chiroyli tana bergan bo'lsa, turmuchga sog' bo'ladigan bo'lsa, men bunaqa tanalarni Ferrariga o'xshataman. To'g'rimi? Tasavvur qiling, siz taningiz Ferrari bo'ladigan bo'lsa, siz unga hech qachon 80 benzin quymaysiz yoki bozordan hech kim tanimagan brendni moyini olib quymaysiz. To'g'rimi? Doim uni qaratib turasiz, doim uni artib turasiz, unga yaxshi benzin quyasiz. Doimiy darajada u nazoratingiz ostida bo'ladi. To'g'rimi? Inson tanasi ham turmuchga sog' odammi, tanasi ham xuddi shunaqa deyman. Ya'ni Ferrari'da gapda, Ferrari'dan ham ba'zida afzalroq. Unga yaxshi moy kerak, yaxshi yog' kerak, yaxshi benzin kerak, yaxshi uni qaratib turish kerak. Va jismoniy xotirjamlik yoki jismoniy insonni o'ziga qarab turishi bu hayoti davomida uzoqroq yashashga, endi albatta umrni biz belgilamaymiz, lekin harakatini biz sababini qilib qo'yamiz. Ya'ni mana shu sizga berilgan tanani chiroyli qaytarib topshirish. Bu sizni majburiyatlaringizdan bittasi, ya'ni o'zingiz oldingizdagi jismoniy majburiyatlaringizdan bittasi. Sizga chiroyli tana berildimi, shu tanani chiroyli topshirishim kerak. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, har bitta yo'nalishi ichidagi qo'yilgan maqsadlarda bizda nimaga degan savol bor orqasida. Boya oxirgi gapimda aytdim, juda ko'pchilik maqsadlarini yo'qotib qo'yishining sababi nimaga o'zi u narsani qilayotganini bilmaydi. Jismoniy men boya aytganimdek, sizga shunaqa chiroyli tana berildi va shu chiroyli tanani siz omonat sifatida qabul qilasizda, chiroyli qaytarib topshirishingiz kerak. O'shaning uchun sportda deyarli har qanaqa turi bilan shug'ullansangiz bo'ladi, faqatgina boshqa insonlarga aziyat chektirmaydigan varianti bo'lsa, undan ham yaxshi deyman. Sababi endi qon aralashgan, mana bu urushlar aralashgan sportlarda odatda bu jismoniy o'zingizga yaxshilik qilmayapsiz, aksariyat holatlarda jismoniy o'zingizga yomonlik qilyapsiz. Endi men u turdagi sportsmenlarni hozir muhokama qilish niyatim yo'q. Iloji bo'lsa, yugurish, suzish, velosiped, shunga o'xshagan anaqa oddiyroq sport turlarini tanlab, jismoniy tanangizga maqsad qo'yishni maslahat beraman. Endi o'zingiz oldingizga maqsad birinchi jismoniy bo'lgandan keyin men ko'p o'zim shogirdlarimga ham, o'zim atrofimdagi insonlarga ham aytaman, bir dona maqsad qo'ying yetadi, jismoniy. Tasavvur qiling, siz o'tgan yili bir 10 kilometr yugurgansizda, bu yil o'zingizga maqsad qo'yishingiz mumkin. Men bu yil yarim marafon, ya'ni o'sha 21-3 kilometr masofani bosib o'taman. Tamom. Ora-orada 10 kilometr yugurishingiz ham mumkin, balkim katta marafon ham yugurib orishingiz mumkin. Umuman uni farqi yo'q. Lekin siz bu yil o'zingizga bir dona jismoniy maqsad qo'ying, tamom.
boshqa jismoniy maqsadlarni unuting. Yo'l-yo'lakay bo'lib ketaversin, lekin sizni asosiy fokusingiz mana shu aytaylik 21,3 kilometr, ya'ni yarim marafon masofani bosib o'tish bo'lsin. Tamom. Endi inson o'zini oldidagi majburiyatini ikkinchi qismi bu aqliy majburiyat. Aqliy majburiyat ichiga ruhiy majburiyat ham kirib ketadi, ya'ni o'zingizni aqlan o'stirish. Inson nafaqat jismonan sog'lom bo'lishi kerak, balki aqlan ham teran fikrlaydigan odam bo'lishi kerak. Aqliy nimalarga maqsadlarga siz har xil maqsadlar qo'yishingiz mumkin. Masalan, ulardan bittasi bu yili men 5 dona kitob o'qiyman xolos. Mana shu 5 ta kitobni tanlaysiz, ya'ni o'zingizga yoqqan do'stlardan, har xil joylardan tavsiya qilib, u diniy bo'lishi mumkin, dunyoviy bo'lishi mumkin, umuman farqi yo'q. Endi siz 50 ta kitob o'qib olishingiz ham mumkin. Lekin asosiy fokusingiz sizni mana shu 5 ta aytaylik kitob o'qiganingizda siz maqsadingizga erishdingiz deb hisoblaysiz. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, har bitta yo'nalishda siz bir donadan maqsad qo'ysangiz yetadi. 10 ta, 20 ta maqsad boya aytganimdek erisha olmaysiz. Chunki vaqt kam, bizda aytaylik informatsiya tiqilib yotibdi, siz chalg'ituvchi omillar juda ham ko'p. O'shanga har bitta yo'nalishda bir donadan maqsad qo'ysangiz yetadi. Va o'zingiz oldingizdagi uchinchi majburiyat bu moliyaviy majburiyat deyman. To'g'ri, aqlan yaxshi teran fikrlaydigan odam bo'lishingiz mumkin, sog'lom odam bo'lishingiz mumkin, lekin baribir ham aytaylik moliyaviy tomonini yaxshi qilib qo'ymaydigan bo'lsangiz, ancha qiyinchiliklarga duch kelasiz. O'shaning uchun aytaman, moliyaviy maqsad qo'yayotgan paytda ham boyagi noreallikka qarab ketib qolmaslik kerak. Masalan, o'tgan yili oylik daromadingiz bilmayman $500 bo'lgan bo'lsa, endi men bu nimadan 2025-yildan oyiga $10,000 topaman deyish o'z-o'zidan noreallikka yaqin. Topishingiz mumkin, lekin noreallikka yaqin. Boshqacha qilib aytganda, juda nechidir barabar katta siz o'zingizga maqsad qo'yib yuborasiz. Lekin buni siz aytishingiz mumkin, o'tgan aytaylik oylik daromadim menda 500 bo'lgan, bu safar shuni 2 barobarga oshirmoqchiman yoki 3 barobarga oshirmoqchiman, o'sha 1,5 ming qilmoqchiman. Bu aynan reallikka yaqin maqsadlar. Nimaga bu yaxshi? Birinchidan unga erishish ancha osonroq, juda ham uzoq emas va juda ham uzoq bo'lmagan maqsad yaqinroq bo'lgandan keyin bu sizni stressga tushirmaydi, ortiqcha stresslarga tushirmaydi. Va boyaginda aytganimdek, aniq 3-4 ta yo'nalish bo'lgandan keyin siz 360 gradusda hamma narsani balans qilib ketishingiz kerak. O'ta bir narsaga mukkasidan kirib ketib qolib, boshqa narsa esdan chiqib ketib qolishi mumkin. Endi xulosa qilamiz, o'zimiz oldimizdagi 3 ta majburiyatni. Birinchisi bu jismoniy majburiyatimiz, ya'ni qanaqadir bitta o'zingizga maqsad qo'yib oling, bir dona. Ikkinchisi bu aqliy majburiyat. Aqliy majburiyat ichida ham siz o'zingizga bitta maqsad qo'yib olasiz, tamom. Va uchinchisi moliyaviy majburiyat. Moliyaviy majburiyat endi holatingizga qarab belgilanadi. Oilalimisiz, studentmisiz yoki endi talabalikdan oilali bo'lmoqchi bo'lgan insonmisiz, farqi yo'q. Mana shunga qarab bir dona maqsad qo'yib oling bo'ldi. Va o'sha narsani yozish ham oson. Endi ikkinchi yo'nalishga o'tamiz. Bu oilani oldidagi majburiyat. Bu videoni qaysi yoshingizda ko'ryapsiz bilmayman. Balkim uylangandirsiz, balkim uylanmagandirsiz. Shunga qarab turib maqsadim o'zgaradi bu yerda. Agar uylanmagan bo'lsangiz, sizni oilangiz oldidagi majburiyat bu hozircha ota-onangiz oldidagi majburiyat bo'ladi. Bitta bir dona maqsad qo'ying. Bu yili ota-onangiz uchun nima qilmoqchisiz? Farqi yo'q. Oddiygina Amirsoyga olib chiqib dam oldirib kelmoqchimisiz? Sanatoriyaga jo'natmoqchimisiz? Pulingiz ko'proq bo'ladigan bo'lsa, haj nimasiga, safariga jo'natmoqchimisiz? Farqi yo'q. Bir dona maqsad yetadi. To'g'rimi? Orasida endi aytaylik, har hafta onangizni eslab turish, gul yuborib turish, u hamma narsa bo'lib ketaversin. Lekin uni maqsad sifatida yozib olmang. Maqsad ana bitta bo'lsin. O'sha maqsadga qanaqa qilib bo'lsa ham erishaman. Masalan, aytaylik, onamiz sanatoriyaga dam olgani aytaylik yozda jo'natamanmi? Bo'ldi, o'sha yozga harakat qiling. O'sha onangizni sanatoriyaga jo'natib dam oltirishga. Endi ora-orada gul jo'natib turishda boya aytganimdek o'z-o'zidan keladigan narsalar. Endi siz uylangan bo'lsangiz, sizga yana bitta majburiyat qo'shiladi, ota-onangizga qo'shiladi. Bu o'zingizni turmush o'rtog'ingiz oldidagi vazifangiz, majburiyatingiz. Siz erkak kishi bo'ladigan bo'lsangiz, ayolingiz oldidagi, ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni eringiz oldidagi majburiyatingiz.
har qanaqa majburiyat bo'lishi mumkin. Bu o'zingizga bir dona maqsad qo'yib oling. Masalan, aytishingiz mumkin, men bu yili ayolimni olib yoki deylik, erimni olib Yaponiyaga aytaylik 5 kunlik safar qilib kelamiz, aylanib kelamiz. Tamom. Bo'ldi. Mana shu maqsad qo'yiladi va buni siz kommunikatsiya qilishingiz kerak turmush o'rtog'ingiz bilan. Yilni boshidami, hozirmi farqi yo'q qayerda bo'lishidan. Bu yili bizni nima qilib bo'lsa ham Yaponiyaga 7 kunlik sayohatga borib kelamiz. Tamom. Va o'shanga ikkalovinglar ham harakat qilasizlar. Va bitta maqsad qo'yiladi. Ishoning, bu maqsadga erishilgan payti yoki aytaylik o'sha samolyotga chiqib Yaponiyaga qo'ngan paytinglarda qanchalar bir dona maqsad qo'yishni aytaylik kuchi borligini tushunib yetasiz. Endi siz turmush o'rtog'ingiz bo'lib, unga qo'shilib farzandlaringiz bo'ladigan bo'lsa, sizda 3-chi majburiyat paydo bo'ladi, ya'ni farzandlaringiz oldidagi majburiyat. Farzandlar oldidagi majburiyat farzandni yoshiga qarab belgilanadi. Kimdir farzandi endigina go'dakdir. Kimdir farzandi 4 ga kirgandir, 3 ga kirgandir, 7 ga kirgandir, 10 ga kirgandir, bilmayman. Bu o'zingizlarga qarab. Farzandlar oldidagi majburiyatni ham bittasini anaqa qo'yishni maslahat beraman. Masalan, men aytaylik hozir 4,5 yoshli qizimga aytaylik birinchi karrani yodlatish yoki alifboni o'rgatish yoki oddiygina bo'lsa ham ko'chada ketayotgan paytda kattalarga salom berishni o'rgatish. Oddiy maqsad bo'lishi mumkin. Mana shu maqsadni mana siz qo'yib olasiz, yozib olasiz, bo'ldi. Farzandingiz oldida bu yil siz ko'chada ketayotgan paytda kattalarga salom berish yoki kulib o'tib ketishni mana shunaqa oddiy tarbiyaviy narsani o'rgataman deb turib maqsad qo'yasiz. Endi buni orasida karra o'rgatishingiz ham mumkin, alifbo o'rgatishingiz ham mumkin, lekin unga maqsad sifatida qaramaysiz. Bular oddiygina yonma-yon ketaveradigan narsa. Lekin asosiy maqsadingiz sizni ko'chada ketayotganda bolangizni o'sha biladi-yu, asosiy tarbiyasi bilan shug'ullanish bo'lishi mumkin. Mana shu ikkinchi yo'nalish hisoblanadi. Endi uchinchi yo'nalish bu atrof muhit oldidagi majburiyat. Ko'pchilik unutib qo'ygan, menimcha, va eslashga arzigulik va maqsad qo'yishga arzigulik deb o'ylayman. Atrof muhit ham ikkiga bo'linadi. Birinchisi bu jamiyat oldidagi majburiyatingiz. Jamiyat oldidagi majburiyat ko'pchilik bu dunyoga oddiygina keldim, yashadim, ketdim deb o'ylaydi. Lekin ma'noli, samarali yashashingizga bir turtki bo'ladigan, samarali yashashingizga bir steroid sifatida xizmat qiladigan narsalardan bittasi bu sizni o'zingizni jamiyat oldida kerakli insonligingizni his qilib turishingiz. Bundan ortiq bir zo'r hissiyot bo'lmasa kerak. Jamiyat oldidagi majburiyat bu bo'lishi mumkin. Oddiygina bir narsani o'qitish yoki mamdaqa oddiygina video chiqarib yoshlarga qanaqadir o'rnak bo'lish, turtki bo'lish, bu ham bir meni jamiyatda oldidagi majburiyatim hisoblanadi va uni qo'ldan kelgancha masalan, aytaylik, yil davomida 6 ta juda ham bir ajoyib video chiqaraman, shu jamiyatga foydali bo'lsin yoki aytaylik 20 ga yaqin maqola yozaman va hokazo. Ya'ni bir dona maqsad qo'yib olasiz, mana shu jamiyatga qanaqa foyda keltirmoqchisiz. Va ikkinchisi, ko'pchilik gapirmaydigan, nimagadir hayron bo'laman maqsad qo'yishda. Bu bittasi jamiyat bo'lsa, ikkinchisi tabiat. Tabiatga bu bitta aytaylik hukumat boshliq emas yoki hukumatning majburiyati emas, mas'uliyati emas bu narsa, bu hammani mas'uliyati hisoblanadi. Tabiat oldidagi majburiyatingiz qanaqa bo'lishi mumkin? Oddiy bo'lishi mumkin. Masalan, bir dona daraxt ekaman, qayerdadir hasharda qatnashaman yoki aytaylik, mana shu joy jam axlatga to'lib ketgan edi, mana shuni do'stlar bilan bir tozalab qo'yamiz degan bir dona maqsad qo'yish yetadi. E'tibor beradigan bo'lsangiz, mana shu 3 ta yo'nalishda, birinchisida 3 ta, ikkinchisida endi sharoitga qarab unda ham 3 ta va oxirgisida 2 ta. 8 dona maqsad bo'ladi. 40 ta emas, 100 ga yaqin emas, 8 dona maqsad bor. Endi agar siz uylanmagan bo'lsangiz, sizda bu raqamlar 6 ta bo'lar ekan. Demak, turmush o'rtog'ingiz bilan farzandingiz chiqib ketadi. E'tibor beryapsizmi? Xulosa qilamiz. Insonning o'zini oldidagi majburiyati bor. U 3 ga bo'linadi. Birinchisi jismoniy, aqliy, moliyaviy. Ikkinchisi bu oilaning oldidagi majburiyat. Bu ham 3 ga bo'linadi. Birinchisi ota-ona, turmush o'rtog'ingiz, farzandingiz.
Oxirgisi bu atrof muhit. Atrof muhiti ikkiga bo'linadi. Bu jamiyat va tabiat o'rtasidagi insonning majburiyati. Endi albatta bu meni aytaylik olgan xulosalarimdan bittasi. Endi sizda ham balkim qo'shimchalar bo'lishi mumkin, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Esingizda bo'lsa, men videoni boshida bir savol beruvdim. Savol qanaqa edi? Sizga jarayon muhimmi yoki natija deb. Men o'zimning javobimni beraman. Bu yerda siz o'zingiz javobingizni yozib qoldirgan bo'lsangiz, shaxsan menga jarayon juda ham muhim. Hozir maqsad qo'yish haqida gapirdik. Albatta, maqsadlar bu go'zal narsalar, insonni bir o'sha samarali turmush tarzi qurishga turtki beradigan, undovchi narsalar hisoblanadi. Lekin maqsadga erisha olmaslik bu katastrofa emas. Uni sababini qilish, uni mana shu jarayonda ishtirok etish, juda ko'pchilik oxirgi natijaga qattiq bog'lanib qolgan bo'ladi, erishmagan paytda katta tushkunlikka tushib qolishadi. Natija muhim, albatta muhim emas demayman. Lekin jarayondan rohatlanayotgan odam odatda natija kelgan paytda birdek xursand bo'ladi. Endi natija bu kafolatlanmagan narsa. Bundan oldingi videolarimda ko'p gapirganman. Bu 50-50 narsa. Bu sizga bog'liq emas. Siz jarayonni to'g'ri qilgan bo'lsangiz erishishingiz mumkin yoki mumkin emas. Endi 50-50 narsani ustidan siz anaqa 100% anaqa fokusingizni o'shanga qaratib qo'yishingiz ham noto'g'ri. O'shanga jarayondan maza qiling, natija o'z-o'zidan bo'laveradi. Kuningiz xayrli o'tsin, gaplashamiz.